Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan jamg'arish o'yinining davomini bajarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasiga bor e'tiborimizni qaratamiz. Ishtirokchining qo'llanmasida 6-bandida nimadir yuz bermoqda, voqea bir kartasini oling deb yozilgan. Biz voqea bir kartasini olib, uni o'qib chiqamiz hamda belgilangan variantlardan birini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng bandi nimadir yuz bermoqda, natija kartasini oling deb belgilangan. Biz natija bir kartasini olamiz. Hamda natija bir kartasida tanlab olgan variantimizning ta'sirini o'qib, o'yin maydonida aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz voqea va natija kartasini bajarib bo'lganimizdan keyin o'yin maydonida belgilangan joylarga qo'yib qo'yishimiz kerak. Voqea kartalarini o'yin maydonidagi voqea kartalari joyiga, natija kartalarini esa natija kartalarining maxsus joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, shundan so'ng biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasi bo'yicha 8-bandni diqqat qilib o'qiymiz. Nimadir yuz bermoqda, voqea 2 kartasini oling. Biz siz bilan voqea 2 kartasini olib, undagi variantlardan birini tanlaymiz. Hamda natija kartasini olib, natija 2 kartasini olib, tanlagan variantimizning birini ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasi bo'yicha belgilangan tartibda o'yin qoidasiga asosan birinchi va ikkinchi voqea hamda natija kartalarini o'yin maydonida o'ynab bo'lganimizdan keyin ishtirokchining qo'llanmasida 10-bandida diqqat qilib o'qib chiqamiz. Bu yerda keling, xarid qilishga boraylik. Qo'llanmadagi sotib olish imkoniyatlari ro'yxatidan 5 tagacha xaridni tanlash imkoniyati mavjud deb belgilangan. Hamda bir qancha variantlar belgilangan. Biz o'yin ishtirokchining qo'llanmasiga asosan 12-betni ochishimiz kerak bo'ladi. 12-bet bu sotib olish imkoniyatlari ro'yxati. Bu ro'yxatdan biz sizlar bilan oila a'zolari uchun har birining ehtiyojidan kelib chiqib, bittadan mahsulot tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hamda tanlab olingan mahsulotlarni ishtirokchining qo'llanmasida belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, masalan, biz sizlar bilan har bir ishtirokchi savdo qilish ro'yxatidan, sotib olish ro'yxatidan 5 ta mahsulotni sotib olishdi. Hamda ularga o'yin kartalaridagi mahsulotlar xaridi bo'yicha kartalari beriladi. Va har bir kartaning orqa tarafida o'yin maydonida aks ettirilishi kerak bo'lgan qoidalar ko'rsatib o'tilgan. Va har biringiz o'yin maydonida qanday voqea, hodisalar sodir bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni mana shu o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, ishtirokchining qo'llanmasida birinchi tur 11-bandida keyingi
davomli ishimiz bor. Biz sizlar bilan diqqat qilib 11-bandni o'qib chiqamiz. Nimadir yuz bermoqda? Voqea 3 kartasini oling. Siz voqea 3 kartasi bo'yicha jamoangiz bilan variantlardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng sizlarga natija 3 kartasi beriladi. Hamda voqea 3 kartasi tanlagan variantingizni siz natija kartasidan topib, ta'sirlarini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, ishtirokchining qo'llanmasida o'yin qoidasi bo'yicha 13-bandiga keldik. Bu yerda siz tur oxirida sarf qilingan mablag'laringizni o'yin maydonidagi oilani byudjetlashtiruvchi hamda balansni hisoblash, pulni joylashtirish kabi jadvallarda aks etgan ma'lumotlarni hisob-kitobini qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizga berilgan xulosa varaqasida barcha qilingan xarajatlar hamda daromadlarni birin-ketin yozib, birinchi tur bo'yicha yozib, barchasini hisoblab, tur balansini chiqarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, voqea hamda boshqa xarajatlardan kelgan pul mablag'larini ham barchasini shu xulosa varaqasida aks ettirishingiz kerak bo'ladi.